Ne bo'ldi? Assalomu alaykum, qarindoshlar, vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 20-soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqiy Turkiston sürgün hukumati Oila, ayollar, yoshlar va kishilik huquq ministri Gulvarim xonimni bu programmamizga taklif qildik. Gulvarim xonim, programmamizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, xush ko'rdik. Oldi bilan Gulvarim xonimning Oila, ayollar, yoshlar va kishilik huquq ministri bo'lib saylanganligini qizg'in tabriklaymiz. Nom sharfingiz yarashsin, xizmatlaringiz qutlug' bo'lsin. Amin, amin. Aytganingiz kelsin. Bugun biz Gulvarim xonimning suhbat orqali biz bilan qondosh, tildosh, dildosh va taqdirdosh O'rta Osiyo qarindoshlarimizning ahvoli bilan tanishamiz. Turkiston deb atalgan bu bepiyon zamonda biz hech vaqt sen, men deb ayirgan emas. Bu bepiyon zamonda toki Qashqardan Qozongacha o'rtaq tilda, o'rtaq yoziqda aloqa qilgan biz 100 yil burun. 100 yildan keyingi bugungi qarg'inimizda ko'nglimiz ozdir ko'pdir yerim bo'ladi. Biz bu ahvollarni bugungi Gulvarim xonimning suhbati orqali tanishimiz va o'zimizning mustaqillik to'g'risida suhbatlashamiz. Oldi bilan biz Gulvarim xonim bilan tanishib o'taylik. Gulvarim xonim, o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barcha aziz qarindoshlar, hamma salomatmisizlarmi, yaxshi turibsizlarmi? Jur'at Obul apandim, rahmat mush ekranga chaqirib, bizdan biror xabarlarni, uchurlarni olay debsiz. Rahmat, Alloh razı olsun. Jur'at Obul apandimmi, bizniki uchur hamda aloqa ministrimiz. Endi o'zim to'g'riliq so'zlaymanmi-ki? Doim O'zingiz so'zlab bersangiz. Men Gulvarim To'xtaxon qizi 1955-yili 8-oyning 8-i, ya'ni 8-avgustda Qozog'iston Cumhuriyeti Uyg'ur nahiyasi, ya'ni Olmuta viloyatiniki Katman degan yezida dunyoga keldim. Ota-onam rahmatliklar o'qigan kishilar intelligent oilasidan, ya'ni dadam rahmatlik gidrotexnik bo'lib xizmat qilgan, onam rahmatlik ustoz bo'lgan. Shundaq bir oilada dunyoga keldim. Shundaqla bizning Katman yezisi shu rayonlarning ichidagi yezlardan bir eng esil bir xosiyatli yeza deb atildi. U bo'lsa bizniki shu qahramon qizimiz Batur onamiz Nazgum xonimninki, Nazgum onamizninki makonlagan, izlar qoldirilgan bir joy. Bundan siz bizniki Sadir Palvon otimizniki, Batur otimizniki iz qoldirgan hamda shularda buloqlarni ichib, shu chul bayavan etizlarda tog'larni aralarida buloqlarni ichib, shu Sadir buloqlarining suyunidan ichib, Nazgumning o'nkiri nemisidan o'tadigan shu g'olning suylarini ichib biz cho'ng bo'lgan insonlar. Men o'zim shu Uyg'ur o'rta maktabini Katmanda bitirib 72-yili unutgan Tashkent davlat universiteti vaqtida Vladimir Ilich Lenin nomida ketdi. Shu universitetni fizika hamda fizik atmosfera fakultetiga tushib 5 yil davomida yaxshilab bitagandan keyin Chimkentga berib, Qozog'istonning Chimkent shahrida biz vaqtlarda bizning davrimizda направление datdi qayoqqa ko'rsatma bersa, yo'l bersa, shu yerga xizmat qilishimiz kerakdi. Shuningla shu Chimkentga bergandan keyin aeroportda men bir yarim yilda xizmat qildim. Bu yerga xizmat fizik atmosfera bo'yicha havo yo'llaridagi osmon parvoz qilib uchgan samolyotlarninki, aeroplanlarninki yo'lchilarga biz havo yo'lini sizatdik. Keyin apam rahmatli qaytishgan keyin men Olmaotaga qaytib kelishga to'g'ri keldi, onam rahmatlikdan. Kelib qarindoshlarimga ega bo'lishlardan ega bo'lish, o'zim yolg'iz qiz bo'lganlikdan ailemizda biz 3 o'g'il, bir akam rahmatlik, 2 inim bor. Shunlar qaytib kelishga to'g'ri keldi. Olmaotaga kelib men Gidromet centrda biroz ishladim, undan keyin ustozligimni qilay deb shu Mashhadga Uyg'ur hamda rus maktabiga shu fizik darsidan dars berib ustozlik qildim. 90-yili bu o'zinglar bilsizlar. Jahonning ichida bu
Tünkürüş dep koymiz go. Şundaq vakialar bo'lib ketdi. Sisir bizningki şundaq bir çoğ devlet çeşildi. Vaqtda bizningki endi ahvalimiz hakikaten qiyin ahvallarga tushdik. Sisir çoğ bir devlet respublika çeşilib ketdi. Şu vaqtda da Gorbachev chiqib o'tirg'i kechqurun soat 11dagi bo'lgan передачада, ya'ni nimda axborot deymiz, novostlarni yangiliklarni beradigan programmasiga chiqiblar, mana Sovet hukumati chechildi. Har kim o'z egiliginglarga ega bo'lib, har kim o'z oldinglarga yashaysa mumkin dedi. Biz hammamiz shunda kechqurun soat 11dagi xabar bo'lgan ekan, hammamiz hayron qoldik, bu qanday ishlar deb. Shu bo'ldi-yu, endi chechilgan kelga bo'linganni bo'riyar degandek, bizningki davlatimizda intayin qiyinchiliklar uchirdik. Nurg'un korxonalar yopildi, maktablarda qisqartirishlar bo'ldi. Shuning bilan u yerdan oldigan maoshlarimiz bizning oilalarni nima qilishga yetmaydi, ta'minlashga. Shuning hammamiz shu bozor iqtisodi bilan bozorga chiqib ketdik. Qozog'iston mustaqil davlat bo'ldi. Siz Qozog'iston fuqarosi bo'ldingiz. Endi siz undan keyin bu Sharqiy Turkiston ahvoliga qanday qaradingiz? Shu chaqda. Sharqiy Turkistonning ahvoli endi bu bizningki shundaq bir cho'ng imperiyada, endi Sovet hukumati shundaq bir chechilib ketgan edi, shundaq bo'lib ketgan edi. Bizning bu yoqlarga o't tutishib, u yoqlarda mana shundaq bir bo'linishlar bo'lib, har kim o'zining egiligiga ega bo'lib, vataniga ega bo'lib ketilgan ishlar bo'lishi mumkin. Bu o't tutish mumkin degan bilan biz albatta xush bo'ldik. Biz o'zimizningki mana shundaq egemenlik deymiz. Bizningki mana shundaq erkinlik chiqqanimizga bek xush bo'ldik. O'zimiz ega bo'ldigan bo'ldik deb. Rahmat. Shundaq bo'ldi. Albatta biz shu vaqtda shundaq bir yaxshiliklarni kutgan dedik. Nurg'un vaqt kutdik, ta hozirgacha kutyapmiz. Amal qancha endi ayning 15 qarang'i 15 yo'riq deydi ekan, shu yo'riq kunlarimiz keldi-ku deb biz umid bilan yashayapmiz. Siz hem de bu qatim Sharqiy Turkiston sürgün hukumatiningki oila, ayollar, yoshlar va kishilik huquq nurg'un vazifalar birlashgan bir ministr bo'ldingiz, ministerlikning. Siz bu vazifaning o'tisidan chiqa olayman deb qaramsiz? Endi men bu safar Allohning buyrug'i bilan necha odamga bu yerdan bizning O'rta Osiyodan, ya'ni Qozog'istonga 3 odamga chaqiriq kelgan bilan shu ishga messenger bilan Malikjonga viza chiqmay qoldi. Men yolg'iz uchishga to'g'ri kelib qoldi. Endi men nurg'un yerlarga shu qayerda bizning bayrog'imizni ko'tardik, qayerda bir shularga vaqirab olmizga, dushmanimizga ashaddiy dushman bo'lgan, faqat bizga emas, butun dunyoga dushman bo'lgan, butun dunyoni qo'llayotgan bir tajovuzlarga biz qayerda bo'lsin bir bayrog'imizni ko'tara olmizgan, qayerda bir ishimizga nafratimizni, la'natimizni chiqara olmizgan degan yerlarga men nurg'un qatnashdim endi. Ona bağışlaydı. Şundaq köp aylandım. Türkiye'ye berip 2 yıl uda meşatın şavatkan karindaşlarımız olsun biliyordu. Aşağıya berip Uygurlarımızın ahvallarını, Şarkı Türkistanlıklarının ahvallarını ködüm. Şundaq berişini ben bilen bu sefer Amerika çakırılıp kaldım. Saylamdan öttüm. Saylamda vekillikке biz beriyorduk. Yerden ötüp kaldım. Ondan keyin çakırış olup kaldı. Şu çakırışta Allah Teala egeminin rahmeti bilen şu qilgan emgaklerimni Alloh taolaga yaga ko'nmasdan suni tepsiga eritib chiqarib, meni shu Amerika o'xshash bir jiroq davlatga til bilmasammi, Alloh taolaga o'zi yetaklab meni shu yerga olib qo'ydi. Sizlar o'xshash bir qarindoshlar bilan ko'rishib, men 9-navbatlik bu saylamga qatnashib, bundan keyin bo'lgan u yerda mana shu yangi saylash komitetlari, yangi saylash ministrlarini hammasini men u yerda ko'rib, hamsi bilan bek xush bo'ldim. Saylangan insonlarimizning hammasi xuddi bir uzuk ko'z tushgandek tushdi bu safar. Men bek xush bo'ldim. Bizniki sobiq raisimiz G'ulom Usmon apandimning go'zal bir nima desa bo'ldi. Uyushtirib, go'zal faoliyat uyushtirib, chiroyli uzatdik. Albatta, bunday ustozlar bizga doim kerak. Faxrimiz. Onun da sır düşüyordu bizimki ministerlerinde bu aparatın işi, hükümetin işi kırdıganlarını saylanığa vakti hükümet degen men intayın çoğun görme, hükümet degen bu hükümet. Hükümet ki biz elbette bütün
vücudumuz bilan, bütün tenimiz bilan aşağı hakikaten yaxshi insonlar saylangan bo'lsa, haqiqatchi insonlar saylangan bo'lsa, biz cho'qim uni quvvatlashimiz kerak degan o'ylar bilan o'tadim. Shu yerda bizniki yoshlar, har bir ministerlik saylanganlar, boshchimizga raislik saylanganlarniki hammasi intayin hozir yana so'zimni qaytlab qolmay, bu intayin Uyg'urniki bir chiroyli go'zal so'zi xuddi uzukka ko'z tushgandek tushdi. Ben bek xushal buldum. Həmminlan mən bugün fürsətdən faydalanıb yana bir mərtə mübarəkləymə. İşlərimizdə çox utuqlarını tiləyimə. Məşu bizinki qaranğı tünlərimizdən çıxışqa həmən bizim adil, sadaqətlik bilən, cəsarətlik bilən həm də var intizamlarını faydalanıb şu yoruq günlərə yetişimizə Allahdan tiləyimə. Həm də özümüz boşaşmasdan xidmət qilishqa biz əndi cinimiz, tenimizdə çağda təyyar. Rəhmət, siz Məşə qurultaya kelgəndə siz bilan tunji görüşdük. Siz nəhayət canlı, ochiq fikrlik Qozog'istondagi bizning Uyg'urlarning ahvolini, Qozog'istondagi Sharqiy Turkistonliklarning ahvolini tanishtirdingiz. Biz Turkistonliklar amaliyotda, garchi biz Sharqiy Turkiston hozir yanada mustaqilligimiz uchun kurash qilayotganimiz bilan biz Turkistonda anchada hech qanday to'sqinsiz aloqa qilayotdik va sening mening demaydik. Ama hazır biz bir tarafda Ruslarning, bir tarafda Xitoylarning ta'siridan bizda nurg'un yezqda, tilda, nurg'un ahvollarda bo'linish bo'ldi endi. Biz shuni bilgimiz keldi. Shu Qozog'istondagi hozirgi Uyg'urlarning ahvoli qanday? Siyosiy qarash bo'lamdi, madaniyat ahvoli, cultural ahvoli, til. Siz shuni bizga bir addiylashtirib bir so'zlab tushuntirib bergan bo'lsangiz, Uyg'urlar qanday qaraydi? Bu bir esil savol bo'ldi. Hammamizning tegishli bildigan bir material bu. Endi mundaq aytganda, masalan, Qozog'iston davlatimiz bizningki egemenlik chiqqanda, ya'ni erkinlik chiqqan vaqtdan boshlab bizningki boshqargan prezidentimiz, sobiq prezidentimiz Nursulton Nazarboyev Abish o'g'li bo'ldi. U yoq 30 yil xizmat qildi. Xizmetinde intayin çoğun özgürlüklerini bütün dünyada tinchlikni saqlashga, bütün bizim Qozog'istonimizda o'zinglar bilsa 137 millat yashaymiz. Shularning hammasiniki bir do'stlikda yashab, bir yoqdan bir yoqdan qo'l chiqarib, shundoq bir-biriga bo'lgan samimiylikda yashashga chaqirdi. Chaqirga intayin go'zal bo'ldi. Nurg'un o'zgarishlar qildi, nurg'un xizmatlarni qildi. Keyin bizning hozir prezidentimiz Qosim-Jomart To'qayev Kemilovich o'g'li u yoqma intayin cho'ng yaxshi xizmatlar qilyapti. U yoqniki menga qilayotgan xizmatlarda shu ruhoniy jangiruv degan xizmatni qilyapti-chu. Shu millatlarning do'stligi, millatlarning do'stligi bayada tinchlik bo'ldi. U davlatningki go'zalligi hamda o'zininkini mustahkam tutib turish uchun bu intayin cho'ng xizmat deb shundoq chaqiriqlar bilan ruhoniy jangiruv degan program bilan ketayotir. Men intayin yoqdi bu programmasiga. Chunki bu ruhoniy jangiruv degan program bu ruhni kirgizgan narsada hamma narsada hozir sizlar so'rab o'tgandek madaniyatimiz va u yerda tilimiz va bizningki urf odatlarimiz va mana mush ishlarimizni bizning Qozog'iston davlatimizda intayin yaxshi olib ketamiz. Normasi bilan shundoq yaxshi olib ketyapmiz. Bizningki maktablarimiz va o'zinglar bilsizlar, bizningki burun til kelayotgan maktablarimiz va uning hech qanday bizda qarshilik, uning bo'lginchilik, undaq narsalar bo'lmadi. Hech qanday ziyon keltiradigan narsalar bo'lmadi. Uni to'g'ri deb aytishimiz kerak. Bizda 62 maktab bor. 62 maktabninki 11si bizningki ana tillik maktabimiz, to'liq ana tillik maktabimiz. Shu 11ning ichida ikkisi mush Olmaotada gimnaziya. Birisi 153 maktab Drujba mahallesida, hozir burungi Drujba, hozir do'stlik mahallesi deymiz. Shu yerda bir gimnaziyamiz var. U yerda shu 1,5 mingga yaqin o'quvchi bor deyman, xatolashsam. Shu yerdagilar kechirsin, meni biroqdan undaq gimnaziyalar intayin cho'ng bo'ldi. 1300-1500 o'quvchilar bo'ldi. Undan shundaq u yerda tillarni bu Uyg'ur maktabi bo'lgandan keyin Uyg'ur tilini o'rgandik, qozoq tilini davlat tili deymiz. Davlat tilimizni cho'qim bilishimiz kerak. Davlat tilimizni cho'qim u yerda 100% yaxshilab berib chiqib, hattoki bir olimpiadada o'rin olib kelayotgan ne esil bolalarimiz bor. Undan sirt yani ingliz tilini o'rgandi ular. Undan sirt rus tilini o'rgandi. Shuni bilan bizningki Uyg'ur tilimizdan qo'shib 5 tillik bo'lib chiqdi, bunday aytganda Uyg'ur maktabida o'qiyotgan. Undan sirt bizning Sultonqo'rg'on degan yana bizning ma'lumimizni bilasizlar. Ko'pchiligimiz Olmaotada tijorat qilib, mashallah xizmat qilgan odamlar, ilmiy ishlarini yapmagan odamlar bo'lgandan keyin qarindoshlarim
101 mектеп бар Sultanqo'rg'onda. U 101 mektabda ma shundaqlar shu 1200 oshiq bola o'qiydi. Jiroq demasdan, yaqin demasdan shu ota-onalar shular bolalarini to'shib o'qityotdi. Shularga ming rahmat. Ming rahmat. Shu kelajakda shu bolalarimizdan hammasidan masalan ne yaxshi olimlar, ne yaxshi sportdan bo'lsin. Unudan sirtim shu darslarni har qandaydan bo'lsin, nurg'un nimni ep kelyotdi. Birinchilik o'rinlarni ep kelyotdi. Unudan mening shu istiqomat qilayotgan yerim bizning hozir Zaryavostok mahallasi. Zaryavostok hozirgi Shapag'at deymiz. Shunday mahallada istiqomat qilma bu bizningki Baraxolka deymiz, hamma bizni tanishib ketgan bozor, eng chong bozor. Hozir bu bozorimiz burungislar ko'rgandek bozorlar emas, hozir shunchalik madaniyatlik, shunchalik o'zgarib ketdi, shunchalik amdan bo'lib ketdi. Shu yerda bizningki 150-maktab bor. Murat Hamrayev professor, doktor shunday olim odamning ismida atalgan Murat Hamrayev nomidagi 10-sinfgacha Uyg'ur o'rta maktabi bor. Bundan bizningki yilda necha bolalarimiz masalan bir klassdan 10 necha bola bitasa, undaq aytganda, shu bolalarimizningki hamsi bir cho'ng o'qishlarga tushdi. O'qishlarga tushdi. Bu yerda xuddi shundaqlar shu 5 tilni cho'qim o'rganib chiqdi. Uni desir, ya'ni xalqan tillari bo'lsa, ya'ni o'rgandi. Bu tillar mana o'sha kirgan tillar bor, men atab o'tgan tillar. Shundaq, uni sirt bizningki Yarkat tavasida maktablar bor, bular Nazim nomidagi maktab bor, Xilla Murayev nomidagi maktab bor. Yarkat tavasida undan boshqa Jambul aralash maktabi va ala ikkisi nima ana tillik maktablar. Undan boshqa maktablar endi shu Uyg'ur rayoniga yezirni atab o'tasan vaqtni ko'payib ketadi. Bizning Katmanda shundaq aralash maktab bor. Men o'qigan vaqtlarim aralashdi edi u yerda. Birda 8gacha o'rs klass, birdan 10gacha Uyg'ur, birdan 10gacha qozoq. Shu vaqtlarda biz Uyg'urni A, B hamda V deb qozoqchaga bo'linadi. Shuni 3imiz o'qib chiqardik. Shundaq bir-birimiz bilan samimiy, shunchalik bir qarindosh biz degan bir Turkiy tilliklarning ichidan chiqqan hammamiz bir aka-uka qarindoshlar, dinimiz bir, tilimiz bir, urf-odatlarimiz bir, bir-birimizga bo'lgan qadinas do'stlar bo'lib, hozir mushkungacha shundaqlar bor. Endi arsidan chiqqargan bir yerimtal qumloqlar aramizda shundaq bir ziddiyatlar sep qo'ydi. Amerika biz ularga doim chaqiramiz. Undaq nimlarga biz qarindosh. Biz degan qarindosh xalq, biz hech qachon bir-birimiz bilan bir so'qishib ko'rgan emas biz. Shuning uchun biz o'zimizning do'stligimizni saqlash uchun har qanday shunday evagarchilarga ya bo'lmasa shunaqa provokatsiyalarga ishonmanglar, jim turinglar bo'ldi. Nima qilardinglar undaq hukumat va bizning hammamiz Qozog'iston grajdan bo'lgan keyin hammamizga o'xshash hukumatimiz va hammamizga o'xshash bayroqni ostida hammamiz birga. Shuning uchun undaq bir evagarlarning, provokatorlarning so'zlariga kirib, qalam qancha to'damanglar degan nasihatlarni qilamiz. Rahmat. Undan sirt deb ketaymi? Siz gap qiling. Undan sirt yani bizning o'zingizlarga ma'lum bizning gazetlarimiz bor. 4 gazetamiz chiqdi. Biri Cumhuriyetlik, yani chet davlatlardan olgan Uyg'ur ovozi gazetamiz. Yo'g'on gazet o 4 bet, 6 bet olib chiqdi, 8 bet olib chiqib ketgan kunlar oldu. Shunda yo'g'on gazet o'zim. Uning sirt bizningki mush Olmaotadan chiqadigan yani Aziya bugun gazetamiz bor. Uyg'ur rayonidan cho'njida chiqadigan bizningki Elevatsiya degan gazetamiz bor. O'sha Elevatsiyaga mening dadam rahmatlik vaqtlarda o'zim ashtaga o'zim maqolalarni yozatdi. Hozir mana o'sha kamchilikda shu gazet saqlanib kelyotdi. Yarkat tavasida chiqadigan Yarkat sadasi degan bir gazetamiz bor. Unda sirt yani bizningki jurnallar bor. Ayollar atalgan Intizor degan jurnalimiz bor. Uni bizningki o'sha vatanlik nima Abdug'ofur kam boshqarib etmangdi. Uyg'urlar ayollarningki Intizor degan jurnalimiz bor. Uşaq balalarniki G'unchi degan jurnalimiz bor. Undan sirt yana Dindin İhson degan jurnalimiz bor. Qaysi jurnal qoldi yana? Axborot jurnalimiz bor. Shunday yana jurnalimiz chiqdi. Unda sirt bizningki nima Qudus Xo'janiyar nomidagi bizningki Uyg'ur teatrimiz bor. Uyg'ur teatrimizning xizmati shunchaki yaxshi bo'lsin, keyingi vaqtlarda intayin tarixiy narsalarni ko'rsatib kelyotdi. Biz maktab bolalarini ushlagan opirib, ko'rsatib, ularning texnik zehnini echish uchun, o'zimizning tariximizni bilish uchun
tonuş üçün, tilni yo'qotmaslik uchun shunday yerda biz bolalarni nurg'un apirmiz maktablarga. Ustozlarım rahmet, shularni uyushtirgan ve başka qarindoshlarım rahmet, Allah razı olsun. Endi biz yerda bizningki yana Uyg'ur umumiy birlik degan bir tashkilot desak bo'ladi. Shunday tashkilotimiz var, Uyg'ur birligi degan Cumhuriyetlik etnomadaniyat merkezlerimiz var. Shaharlik madaniyat merkezimiz var. Ularning hammasida shu xonim qizlar har bir mahallalarniki xonim qizlar ijilik boshliq bo'ldi. Shular ash mahaldagi har qanday narsalarni boshqarib ipmadi. Madaniyatimizning chekilgan hech qanday narsa bizningki teatrlarimiz doim ishlab turgan, har qanday bayramlarda biz oldingi safda biz chiqib turamiz. Yana nimalarni deb desam bo'ldi sizlarga. Mana shunchalik nurg'un faoliyatlar, nurg'un tashkilotlar bor ekan, undan keyin gazet jurnallar chiqartgansizlar. Sizning vazifangizmi ig'ir ekan. Hamda siz o'zingiz bilasiz, vatanda Xitoylar o'zining tili bilan bizning bolalarimizni zo'rlab, o'z Uyg'ur tilini qilishga yo'l qo'ymayapti. Uyg'ur, qozoq, qirg'iz hech kimning tilini. Endi Qozog'istonda sizlarga shu fursat bor ekan, ammo mening bir narsa so'ragim keldi. Bu fursat bor ekan, ammo Qozog'istondagi Uyg'urlar Uyg'ur tilida paranlashamdi. Albatta, Uyg'ur tilida paranlashimiz hozir yaxshi degan bilan Alloh shukriye. Endi o'zinglar bilsizlar, hozir mana bizning vatanda mana shunday besib butunlay hammasini tilini Xitoyning tili qilamiz deyotgandek, o'z vaqtida bizning tilimizni shunday qilgan, ammo meni o'xshash ba'zi bir insonlar uni bo'ylangan. Mening rus klassik kirgizib qo'yibdi ekan, meni akam rahmatli Uyg'urcha bitirdi, men buni deb o'tib ketay. Uyg'urcha bitirdi, Rossiyaga berib universitetlarda o'qib, cho'ng sot bo'ldi. Men o'zim shu rus maktabga kirgizib qo'yib, klassik kirgizib qo'yibdi, u yerda o'qimaganimda, biroq Malang degan bir ayol bor edi, ma'lum bo'lgan, shu meni yetaklab chiqib ketgan. Sen bir yerda o'qimaysan, jur, bular odamni qizi, sen jur, men seni chiqib ketay deb yetlab chiqib ketibdim men. Chiqib ketdim, haqiqatan chiqib ketdim, xo'shallik bilan chiqib ketdim. Men shu kichkina 6 yoshli bola. Xo'shal bo'lib, og'zim qulig'im yetib chiqib ketdim, bir oy o'qidim. Shu vaqtda apam rahmatli больницаga tushib kelib, unutgan kelsa, bir oydan больницаdan chiqib kelsa, mening daftarimni hammasida Uyg'urcha yozilgan ekan-ku. Uyg'urcha, bu qanaqa bo'lib qoldi desa, shundan men shu madan ma'lum ochiq ketdi. Dedimki, bu yaxshi bo'pti dedi. Shu bilan men Uyg'urcha maktabni bitirdim. Meni ota-onam rahmatli Uyg'urcha maktabdan bitirgan. Buvalarim rahmatli, mamalarim, otajimat, anjimat, ajdodlarimni hammasi bizning Uyg'urcha maktabdan bitirgan. Biz semyamizda 4 farzand hozir ishga inim hayot, akam rahmatli yoshga tushib ketdi 57 yoshida. Bular Uyg'urcha bitirdi. Ayillarım hozir shu Uyg'ur maktablariga navrlarini, bolalarni hammasini Uyg'ur maktabga bergan. Hozir shular tinmay shu jiroq demasdan davlatdan o gimnaziyalarga olib, shu yaqin kelsa. Men o'zim shu maktabda ham ishildim, ham o'zim 4 farzandlik, men 4 farzandimni hammasi ish bo'ldim. Shu o'zimizniki Murat Hamrayev nomidagi maktabda o'qitdim. Unda sirt 4 farzandim ishadi bitadi, ish o'g'lim ham ishadi bitadi maktabni. Navrlarimdan 7'si va 7'sini hammasini mana keyingi hozir 5 yoshga to'shmadi, Xudoyim bersa ularning yangi yillik bayrami bor. She'riyatlarni hozir Uyg'urchalab, ularni men shu Uyg'ur maktabiga berdim. Endi bu millat o til o millatniki oshquchi deymiz-ku. Bu tilni bilmay tursak, yana bu bir o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Albatta yo'qotib qo'yamiz biz o'zimizni. Hamon ham kunlari keldi pushaymayapmiz. Hozir shu vaqtda bizning pushaymayotgan qarindoshlar intayin nurg'un. Nimishki biz o'z vaqtida ruschani kirib ketib, Uyg'ur so'zini o'qigan qarindoshlar nurg'un. Ya'ni shular o'rganib ketdi, qarang, o'rgandi. Bu o'zimizning ana suhbatga kirgandan o'zimizning tilimizni Allah'ın bergen bir til olgandan cho'qim Allah taolaning o'zi sep qo'ydi ekan. O'shalar yana bir narsa men qo'shib o'tib ketaymi? Shu bizda o'zinglar bilsizlar, Aminam hajim hadimiz bor. U yoq o'zi shu 6 oydan keyin 50 farzandni boqadigan bir yetimlarni boqadigan bir onamiz bor. Uni to'g'ri bilsanglar kerak. Agar sizlar qilsalar so'zimni qistirib tabiyaga shu Aminam hajim onamizni mana bir передачаga chiqarsak bo'ladi. Eğer bunday fursatlar bo'lsa, biz fursat yaratib beramiz. Biz har qanday shu vatan millatning ishiga jon qo'yganlarni fursat yaratib boshqalarga tashviq qilamiz. Rahmat. Siz o'rnashtirib qo'ysangiz, biz Alloh qilsa. Shu Aminam hajim hadimizmi mana 30 yildan beri, 30 yil, 23 yil, 30 yildan beri jitimlarni beqiyotdi.
Жырдымлан, оның қайсы милләттің қатты назар, әмісіні бақыды. Уяқ қағыны өз сөзләп әсі oldu. Немләді ма өз Аминам қажы дәп кірсаңла тапсылы. Şu яқныңки сөзі бады өйде. Біздің өйді мен нәтчінші жылы, қазір дәру есім түшмәсі мүмкін. Мен биядылғы маулет өткәзгенде, Молт өткәзген вақытында үйімді мен мұшырдың балаға өткіз береді. Мұшлағы мен 47 баланы үйімді шақырып, мана мұш қазір мен отырған залда. Ошып, үйләге машина кіріп, әміз отырып, бұл балла, мен мұш Аминам хажымдам шақырып, мәшәді мәулет өткәзген дедік. Шу мәулет өткәзген вақытта шу анымыз шу гәпні қылды чу, дайым шу гәпні дейді. Өз тіліні біл дейді. Мұшы өзіміздің ұйғыр тіліні, әр бір милләт өзінің тіліні білішке құқығы ба, әмді немсі ба. Мындақ пәріз әм қарзия тұтыш керек. Башқа орыс тілі бізге дейді, ағызымыз ұшу, кірей берді. Өзіңі тіліні кіргіш қиын болды, өзің тіліңді арылып қама Аллахына нәпірді күшірайсен. Кейін оны кіргіш қиын. Орысының тілі оңайлы кіріп кете өтіп, қоларылан көстіп ашта қақшыған әдіріміздің бірі. Алла бір сіз рұқсат қысылды ма өяқлан кәптешіп, қазір рұқсат қылдым дедіңіз. Құдайым бұрсын мұш передачыға, мұшы немгемізге бір епшіқіме. Çokum, biz değişi olaylı müşahede. Yaxşı. Endi til meselesi bizninki mekteplerinizde mana Uyghur til, şundaq yaxşı ustazlar, endi şundaq nimlerden ötken yaxşı ustazlar ders berdi üçün mekteplerde hazır yaxşı ustazlarını aladı. Ders berişlerime hiç qandaq nimem yok, terbiye berişlerime hiç qandaq mening bir xusur tapıdak yerim yok. Şundaq yaxşı mekteplerden. Çünkü men ularning nimesini neticesini nereden körmen desiniz, şu ballarınki mektepni kütəgendikin berip düşüvatqa oquşları qaraptı bilmençü. Aşta oquş qılım qıldı. Hazır qaysı bir sahadan kirip qalman bolsunmuş doktorluqdan qaysı bir больницаға kirip qalman çoqum uyada ya vrachlar ba, andaq başqa sestralar çoqum ba. Hem yada. Her qandaq bir mektepler basыңыз мен şu қазақ тілін дәріс беріп атқан мұғалімлар ба, başqa bir тілдің дәріс беріп атқан мұғалімлар ба. Umuman her qandaq bir sahadan bizning ballarniki şu o'qishga tushishiga qarab, ashada o'qib, yana kelib o'zlarininki o'rnini tep xizmat qilishini qarab men xush bo'lmanchu. Shuni qarab. Rahmat. Ana til to'g'risida jiq so'zildingiz. Biz bor imkoniyat bilan ana tilni qo'g'dishimiz kerak. Bizningki ulug' yozuvchimiz Farad Tursun ana til degan she'rida mundaq degan: ikkinchi tilning o'gayligidan qutulg'ili zodi bo'lmaydi. Men faqat mavjudman ana tilimda. Birdan bir zaminimdir, yo'l yo'q ishg'olga. Erkinman. Men faqat ana tilimda. Birden bir tushimdir, yo'l yo'q buzishqa. Durust. Endi buni ana tilga kelganda yana bir narsa men qistirib o'tib ketay. Meshaga bu ana tilni bizning maktablar berib atganini azab hozir shu guruhida bir Tudixon degan hadimiz var. O'zi 46-yilniki 1946-yil vatan tug'ilgan. Shu birinchi sinfga berib qo'yibdi. Yangi birinchi sinfni bitaga vaqtida biyaqlaq chiqqan ekan bular. Demek 50-nechchi yil chiqqan hisobda shu Tudixon hadimiz o'zi 50 yil maktabda ishlagan ma'rif elachisi. Shu hadimizningki men hozir shunchaki yoshlar kirib mana 80 ga taqab qolgan ayolninki, onamizningki men bilan birga qo'llab-quvvatlab mening guruhim birlik degan bir guruhim bor. Shu yerlar bilib yurdi hamda chaqan-chaqan ko'rishib turmiz. Shu onamiz o'zi shu til millatning ochquchi deb bir guruh ochibdi-chu nimda WhatsAppda. Shunday bir guruhni ochibgan, endi u yerda bizningki masha tinchlayotgan bo'lsa, butunlay mush dunyo bo'yicha Amerikada xonimlar baka o'tirdi-ki, insonlar bu yerda shart emas uniki ayol kishi bo'lsa, er kishi bo'lishi, kim shu tilga qiziquvchilar bo'lsa, yosh bo'lishi, cho'ng bo'lishiga qat'iy nazar shundaqlarni kirgizib, ular ham rus tilida bo'lgan qanday ana tilini tushuntirish uchun baribir ular ruscha so'zlash to'g'ri kelganchu. Ana tilda deydi, ruschasini deb qo'ydi. Shunlar ala unidan o'rganib, nurg'un odamlar hozir 200 o'sha bugungi telefon qilib so'zlashganda 220 dan eshib ketdik biz deydi, guruhda o'tirdik. Menda bundaq guruhda o'tiravergan bilan sizlar endi bir tepishlanishni yuryapsizlar, xudoyim bersin inshaalloh. Bizning boshlab bir programmamiz bor, shu yerlarga chiqib so'zlasanglarmi, o'zinglar texnik bir ruhiy kuch olasizlar. Yetkizsizlar dunyoga deb ularga men shunday maslahat qilib qo'ydim, xushal bo'lishdi. Shu Tudixon hadimiz sizlar cho'ng yolqinlik salmini yo'li deb, deyapman.
nima 50 yilda maktablarda xizmat qilgan ayol. Keyin shu yoq o'zi shundaq bir to'pni echibdi-chu, to'pida shu til nimaniki millatniki oshquchi deb. Haqiqatan u shundaq oshquch. Endi shu yerda bular hozir deb o'tib ketay, bular bundaq hozir men bilmayman, ko'rsatmayman, men texnikani yaxshi tushungan ekan, nevram endi o'tasi bo'lib ko'rsatdi. Bizniki shu elipan o'rganish shundaq nimalarimiz bo'ldi-ku. Kartinkalarimiz. Şunun ichiga bular hammasi A'dan boshlab shu oyog'icha yezib, bular rus tilida, kiril yozig'ida, unutgan bizniki shu Uyg'ur yozig'imizda, Uyg'ur yozig'imizni yezib qo'yibdi harflarini. Undan keyin yani qaysinikini yezdi? Buni latinini yezibdi-chu bular. Shuni yezib, ashuni orqali mana xalq uchun mana shuni o'rganinglar degan nimani ko'taribdi bular. Şunu azır, şundan şu 4 harfini öğrenip, xeyli o'quvchilar, yoshlar olsun, cho'nglar olsun qiziqib o'rganyapti deydi. Endi men qanday qiziqdim bunga desanglar, endi men qiziqman, endi bunday narsani deyishga ruxsatdir. Men bu harfni o'rganishda bizning har ras ittifoq degan bir gestimiz chiqadi, hozir chiqmay qoldi, deyman. Shu gestimiz shu ittifoq gestida bir chetiga shu bizning koni yezig'imiz bo'yicha chiqadi. Şu konu yazımızdan az da birdimden öğrenip koydum. Anlaşıl Kur'an kursları içilip kaldı. Şu Kur'an kursu badım. Şu yerden Kur'anca okugan diken, ilkiyat bazı bir harfler okşaş boğan diken, ilkiyatıldan öğrenip kaldım değil mi? Keyin bu bizninki bunu şunçilik boğatkan zulümlerimizga bizge şu Arabistan bizge hiç kaçan bir Müslüman devletinin kendi padişahı olgan eştakiyalar bizge yardım kılmagandan keyin mende bir nefret payda bo'lib qoldi şu. Nimishki men bu yezib o'rganishim kerak. U ashlarning alfabeti, ashlarning yezig'i deganchi, undaq bo'lib qoldi ekan. Shuni ashlar hujurni keyin hozir tushunib qoldim. U bizniki o'zimizning Uyg'ur yezig'iga. Shuning uchun men tavsiya qilamanki, shuni o'rganganimiz durust. Chunki biz nurg'un endi tarixlarimizda yozilgan narsalar bo'lsin. Shu Xitoyda bilgan boshqa bizniki dastonlarimizni o'qiganda, ya bo'lmasa mana o'zaro bir-birimizga maslahatlar yezishga vaqtda bu harfimizniki Uyg'urning yezig'iniki cho'qim kerakligini hamda saqlab kelishimizga bir o'zimizni har birimiz bir hasimiz chiqarib fursat yaratib berishni men to'g'ri ko'rdim. Shuning uchun men bugun xushal bo'ldim. Bularga shu harflarni tushirib, suratni masalan A'ga almuchur qo'ysa deb qo'yaylik. Masalan A'ga almuchur qo'ygan bo'lsa, uniki shu bizniki yezikdimi A'ni ko'rsatgan har bir shu harflarimizni ko'rsatdi. Men undan baxush bo'ldim. Shuni boshqarayotgan shu tutxonadimizga, u yerda dars berayotgan Azatgul xonimga, shundaqla Guliston xonimga bular men o'zimning mashhurdan fursatdan foydalanib rahmatini aytib olay. Rahmat sizlarga, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Bu yerda bir azroq izoh berish to'g'ri qoldi. Bu Türkistan xalqi Ruslarninki va Xitoylarning ikki tarafdagi besim tufaylidan Sharq Turkistonda bizningki tilimiz, yezig'imiz tortilinib, Xitoylarninki yezig'i zo'rlandi. Rus tarafda Kiril yezig'i. Hammaylar Kiril yezig'ida o'zininki gapini ifodalaydigan bo'ldi. Endi biz hozirgi kelganda Turkistonda bizning qo'llanayotgan yezig'imiz Uyg'ur yezig'i. Uni arab yezig'i deb bunga bir ism qo'yib oldi. Xato. Ham koni yoziq deb qo'ydi. Bu mu xato? Asli bizning yoziq. Faqat Xitoylar uni orliqda latin alifbiga o'zgartgani uchun, orqadan yana qaytarib bergani uchun a konisi ma yangisi demoqchi. Koni yangi yo'q. Bular bizningki orliqdagi odamlarimizningki bilimde üzülüş için, o'zaro aloqa qilmaslik uchun yoziqni almashtirib o'ynadi bular. Agar hokimiyat o'zimizning qo'lida bo'lsa, biz buni texnik chiroyli isloh qilgan bo'lardik. Lekin bu Uyg'ur yozig'i. Anadan keyin O'rta Osiyo tarafdagilar Kiril yozig'i ishlatdilar. Endi biz bilamiz, shu Yahudlar 2000 yildan keyin o'zininki tilini, yozig'ini tepib oldi. Chunki bu millatni saqlanib qolish uchun pek muhim. Bo'lmasa bo'lmaydi-da. Endi biz hozir Uyg'urlar biz Sharq Turkiston ichidami, sirtidami bir yoziq tufayli talash tortish qilib turyapmiz. Kiril yaxshimi, arab yozig'i yaxshimi deganda qilib, arab bu bizning yoziq, arab yozig'i emas. Biz shu tarixiy sharoitda biz arabdan qabul qilgan va o'zimizning yozig'iga aylantirgan. Hozir Uyg'ur yozig'i. Shu yoziqda yozilgan narsalar bizga vakillik qildi, biz shunga vakillik qilamiz. Xitoy bilan bizning farqimiz G'ulom Usmon apandimi dedi burun. Ma xatni yezib, men ma xatni ishlatman deb yezib qo'ygandan keyin Xitoy yezib bilan olam shumul farqimiz bor bizniki. Demak, shuning qarab ular o'xshamaydi ekan degandan bilgil oldim. Mandaqning bir tarafi bor. Qat'iy o'xshamaymiz. Hamda
bizde işte yazık tüpeyle bir mesela biz yazganını sizler okuyamazsınlar, sizler yazganını biz okuyamayız. Müştak bir nim var. Lekin biz çok bilişimiz gerek. Çok nesle yazık saklanıp kalgan. Mençe olganda endi Uyghur yazığı umumlaşış gerek. Öğrenmegenler öğreniş gerek, ortaklaşış gerek. Hatta biz ihtiyaç beldim bolsun, bizim Kiril yazığını öğrenip alsak, sizlerin ahvallarını bilishga texim faydası olur deb qarayman. Mayli qanday tirishchilik ko'rsatmayli, o'rtaq bir yerga kelsak, yazığımız ortaq bo'lsa, bizning o'rtaqligimiz texim oshadi. Tilimiz albatta o'rtaq. Biz butun Türk xalqining tili o'rtaq albatta. Sizcha O'rta Osiyadagilar qaysi yazıqni ishlatgani, qaysi yazıqqa birlik kelgani yaxshi? Siz endi buni bizni agar hozir yaxshi tushuncha berdingiz, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bilib oldik buni, aniqlab oldik. Endi bu yazıq nima bizning uynib qo'yganimiz bizga atish bo'lmaydi. Ilqidetga 41 til bilganmi ozlik qiladi, 41 hunar bilganmi ozlik qiladi debdiki. Shuning uchun bu tilni bilib qo'yganimiz, tilning keldigan shu yazığimizni o'zimizning Uyg'urning yazığı bo'lgan bo'lsa, buni o'rganib qo'ysak bizga hech qachon atiqchilik qilmaydi. Onunla bir qiyinchilikmi yo'q-ku, u harfni o'rganib qo'ygandan qo'shib yezib ketavergansiz, chunki beshimizdan o'tdik, buni bildik. Endi bu yerda bizning hozir O'rta Osiyada o'zinglar bilsizlar, bizning umumiy tilimizga biz latin yozig'ini o'qiyapmiz-ku. Masalan, O'zbekiston o'tib bo'ldi bu yozig'ga, biznikilar o'tyapti, Xudoga shukr. Biznikidan shunday bo'ldi. Az vaqtdan keyin buni siz degandek boya tillar orqali adashtirish ishlari, shu bizning dadam rahmatlilarimiz biz kichik vaqtlarimizda latincha yozatdi-ku, bir daftarlar qarsam latincha yozatdi. Keyin bular kirilcha yozilgan bo'ldi. Bir daftarlar qarsam shuna, chunki dadamning xizmatlari shu yoziq bilan bo'lgandan keyin dadam qandaq desam, mashtaqni yozinglar dedi, biz mushni yozyapmiz, yozgan dedik dedi. Keyin kiril yozig'iga o'tib ketdik, kiril yozig'ida umumiy bo'ldik, umumlashdik. Endi hozir latin yozig'iga o'tyapmiz-ku. Latin yozig'i. Shuning uchun bu O'rta Osiyada endi bizniki o'zimizniki bu yozig'imizni menimcha olsa qiziqib o'rgandi. Biz millat o'zimizning har qanday narsamizni, qaysi millat bo'lsin, o'zining har qanday bor narsani, va tarixini saqlaganning o'zi bir ruhiy bir kuch, ruhiy bir vijdonliq bir inson deb tushunmayman undaq insonlarni. Shuning uchun buni biz maktablarda biz buni mashtaqni beringlar deyishkimi, bizniki maydiki nimamizga to'g'ri kelmaydi. Bu yerga qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun buni har kim özünün ixtiyarı bilen öğrense o hiç kaçan tutmaydı. Bizden nurgun işimiz millet vatan için, müstakilimiz için bolsa, özümüzün içimizden çıkarıp, işinip durup, bütün Japan'ı yenip durup kılışımız gerek şu noktadan demekçi. Mesela bizden Kiril'ni yazıqını öğrenmekimiz için nurgun iş getirdi de, mesela bizde ondan bir fırsat yok. Ama aşağıdaki ahvalını bilip duruş için ve sınavla paranlışı için bazıda mesela aldın kadın G'ulom efendim dedi. Ben Kiril yazısını hiç qanday qiyinalmay yazıman okuyman deb. Şunun o'xshash. Bu bizdeki muhabbetin, sevgiden ihtiyacdan keladi. Shunda qilsak bo'ladi. Ammo o'rtaq yazık şekilde biz o'rtaq bir yazık to'xtalsak, bizningki o'rtaqligimiz oshadi demekçi. Rahmat. Endi bizningki oxirgi bir savolimiz, bizning tutunmuş ana tilini qo'g'dash, buningkimiş barliq ishlarimizga bir şart var. Müstakilligimiz özümüzden qo'lda bo'lmasa, buna hech kapolat qilolmaymiz oxir kelganda. Sizce bu to'g'ri mi? Endi mustaqillik degan so'z bu intayin bir esil adamning shu ruhini shunchalik bir 7-qavat ko'tamizmi, bir 6-qavatga ko'taradigan bir kuch bu mustaqillik degan so'zning o'zi. Bu shundaq bir ruhda adam bo'lsa bo'lish kerakkin, shu ko'tarilib ketman. Men masalan mustaqillik degan so'zni anglasam, shundaq bir parvoz qilib ketmanchu. Endi bu mustaqilligimiz texcha yo'q, buni qanday qilamiz degan gap yo'q bu yerda. Bu yer mustaqilligimiz cho'qim bizning bo'ladi. Chunki bor narsa yo'qolmaydi, yo'q narsa bor bo'lmaydi degan bir nima bor bu, fizik qonun bor. Bizniki davlat qurgan millat, biz davlatlarning imperiyalarni qurgan millat, biz butun dunyo madaniyatimizni to'ntgan, butun dunyoga yezg'ini to'ntgan, butun dunyo qog'oz chiqargan bir millat bo'lsak, madaniyatda bir sapolik bir nima sog'lom bir sapoga ega bo'lgan bo'lsak, biz qandoqlachi biz bu mustaqilligimizni qo'lga yetkazolmaymiz deymiz. Yo'q, biz cho'qim yetamiz. Mening umidim shunga
Baçı men ümitimni üzmeymen. Ümitsiz o adam şeytan deydi. Ümitsiz faqat şeytan bo'ldi. Men shaytonga qetligim kelmaydi. Men ümitli yaşayotgan adam. Endi buningga nima qandaqlachi bu sizda shunchalik bir umid bor desangiz ve o'zimda shunchalik bir ruh bor ekan, bizning oilalarimiz shundaq ekan. O'zim men 4 otam uchun men surishtirdim. Adli jamiyatlarimdan. Ularning hammasi shu yatsuluq Uyg'urlar ekan. Yatsuluq Uyg'urlar ekan. Men hattoki tarixchilardan so'radim, men qayerlik bo'lishi mumkin deb bizdan bazoq chiqqan ekan, mening so'zlarimga qarab bizning vatandan chiqqan qarindoshlar ko'pincha optim deb qo'ymiz. Nima do'ng sotadi-ku. Mesela bir biz tovarni elib mayoqlar akilib sotgan vaqtimizda işte paranglar qilsam, "Hada siz qayerniki?" deydi. Men Mashaniki desam ishonmaydi. "Yo'q, siz vatanning qayerdan?" deydi. "Voy, mening vatanim Masha, men vatanim Mashaniki." desam ishonmaydi deb. Ular ishonmasalar bo'pmaslik deb beradi. Qisqacha deb desam, ular surishtirib, "Ash tarixchilar deb sizni yat Xotanning ya Turpanning dedi" deydi. "Mayli qayerning desiz, men yat sulu." deb shunchilab endi mening demoqchi bo'ldim, shu odamniki haqiqatan bu vatanni suyish bir iman jumlasidan deydi ki, bu imanlık adam çokum vatanni suyup ügündü. O ügündiğen mi nerse emeski? Bir okuduğen mi nerse emeski? O adamın işinden jürgüden kaynap durup jürgü bilen ya keçisi uyklamaydı ya gündüz uyklamaydı bir ruhi güçke. Ruh aslında 20 gram oldu deyken rasmiyagan bilmeyme onu alımla bildi elbette doktorlar. Doktor tarafından alımla. Ruh 20 gram deyken okuyan bir yerden şu bir 20 gramlık ruhumuz bizden üzülüp çıkıp ketken bir ceset, bir ten kaldı. Şunun için ten bilen bu ruh işkisi bir dost olgandan keyin menimcha olsam şu ruhumuzni güçlendirish uchun biz haqiqatan bunu kallımızga baribir bunu kallı bizga nima evatgankin, signal evatgankin baribir o'ylashimiz kerak. O'ylagankin berib bu ruh uyg'un dekanda unda o'ylasak. Shuning uchun bu vijdonimizni, bizningki ruhimizni güçlendirish uchun faqat vijdon kerak. Yürekle suyuşimiz gerek, işinişimiz gerek, yaxşılıkka. Çokum biz elbette biz vatanni qo'lga olamiz. Bundaq o'tib ketmeyip hep şunu işinişimiz gerek. Yani men bir narsani deb qo'y, qiziqki bu hayotli ilingan narsalarni so'zlayapman. Men bir tarixchim emas, men bir politik, yani siyosatchim emas, men bir geograf emas, nimadan tekshirdim. Men o'zinglar ko'rdinglar, aytib ketdim kimligimni. Biroq meningki bu vatanniki texmo bu mende kuyunishki men o'zim ba'zi vaqtlarda hayron qilman. Etrafımda alindiğalam hayron qoldi. Bu qandaq siz nimish tinmaysiz, nimish bir aram olmaysiz, nimish palanya bir ko'ngil ichib kelmaysiz, bu sayyormandaq bo'ladir. Men yangi yillarni chaqirdi. Meni bag'im kelmaydi hozircha. Men o'zim gidayman. Meni hozir xushal bo'lgan vaqtim emas. Meni shaxsan o'zimizlar o qilaveringlar bir xizmatni qilyapsizlar. Uyg'urning xizmatini hamma Uyg'ur qilyapti. Bütün dünya tinchlik saqlash uchun jamiyatimizni, mashadim Qozog'istonimizni, jamiyatimizni saqlash uchun hammamiz bir xizmat qilyapmiz. Endi shu yerda men qiziq yeri qarang, biz 90-yili yo'ldoshimninki salomatliginiki o'salligidan biz 90-yili Malvayga ko'chib ketdik. Shu Malvay ko'chib ketgan vaqtimizda shu yer borgandan keyin menikilar vaqtida buni detsatka yasliga boradi-ku, bog'chaga boradi. Shu bog'chadan o'rishcha so'zlaydi bular. Şunu bırak öğretmen sözlerimiz. Şunu özüde biz uyaklı Malvay'a bağa vaktimizde bir 5-6 gün ötkendik yılla benim şu iki kızım hazır bula çoğunluk ketdi, 37-35 yaş 40 ketdi, balçak oldu. Şu iki kızım taladı vaxtıda biri 4 yaş, biri 2 yaşını aşkan, şundaq vaxtıda 90 yıl, 88'in 86'ın boğan ki şundaq ki. Bırak yap kıladı diye bula. Şunu olan bu kızı taladı oynab etip, derizin yendime oturup, küçük elimi kıravat atım, taladı oynab etip, bu kızı top oynab oturup, sara emas mı, sara boğan ki bala taladı kirmeydi o. Şunu bilen oynab etip, çoğun kızım Dilnara kızın deydi o küçüğe Gulzaraga. Gulzara deydi, Rusçılap da vardı. Мы приехали в Uyg'uriston deydi. Man gapni biz Uyg'uristonga keldik deydi Rusçılap. Endi biz Uyg'ur gap qilishimiz kerak deyapti. Men qarang, mayli Uyg'urcha shu sarat Uyg'urcha gaplarni anglab meldiki, shundaq deyapti. Uyg'ur so'zlashimiz kerak, endi Uyg'urcha o'rganishimiz kerak deb Ruschalab deyapti. Men ashad o'tirib, derizni endi yig'lab ketdim qarindoshlar. 90-yil bu yangi biz bo'linib qolgan vaqtimiz. Shuni tova bu odamning ichidan qaynaydigan narsa ekanda dedim, chiqib shuni men dedim, bu bizning Qozog'istonimiz bolalarimiz bo'ldi. Uyg'uriston degan yermi bor, u bo'lsa u yoqda Sharqiy Turkiston degan bir yerimiz var bizniki. Hamma Türkiye tilxlarniki adı soğan yerimiz var. Xudayim bo'lsa, aşarak biz yetimiz. Apa biz qachon boramiz shu yerga deydi. Borimiz balam, Xudayim bo'lsa inshaalloh borimiz, ko'rimiz vatanni deb. Shunda qildim. Unida sirt meniki inimning balasi var Mansur degan-chu. Navrisi to'y. Navrisi var shu Mansur
3 класс мекен, 3 класс, çoğunluk kaldı hazır. Şu 3 класс vaqtida немге kirgandan maktab kirgandan gimn o'ynaydi emasmi? Kunda gimn o'ynaydi. Bizning navralar mana gimnlarni yaxshi biladi. Kichik 5 yoshli bolalar mana shuni aytib yurdi, kunda gimn o'ynaydi, gimnning yaxshi gimn etildi. Shu gimn etilayotgan vaqtida shu balamiz etib bo'lib yig'lab ketibdi, navramiz shu, inimniki, izohniki. Shu Mansur debdi, "Nima yig'layapsa?" desa, "Nimishga o'ruscha maktab bordi, nimishga bizda o'ruschalab so'zladi, nimishga bizda gimn yo'q, uyg'urcha" debdik. Men qaraman. Mushlar qarab, men deyman, "Tova bu ishlar mun odamning ichidan qaynaydigan narsa debchi, endi ichimizda qaynaydigan uning bir universitetimi yo'qka, bir akademiyasimi yo'qka, institutimi yo'qka, bu ichimizdagi, shu yuragimizdagi bizniki." Mana shunday ishlar o'tgan. Rahmat. Adam rahmatlikman endi vaqt qisqa bo'lib qoldimikan? Bir o'zimnikini yana desam, shu dadam rahmatlik meniki Katmanda tug'ilib, Katmanda cho'ng'ilib, 18 yoshda ularni armiyaga ketdi. Bizda Sovet hukumati shu vaqtda 18 yoshda armiyaga ketgandan keyin o'sha Moskvaniki atrofiga berib tushdi ekanda, Moskvaga tushdi. Shuning bilan ashada bitirib o'sha qaytman davatga vaqtida 41-yil tuyuqsiz urush boshlandi. Hadab urushmaymiz, bir-birimiz yordam qilamiz, sizlarning texnikalarni o'sib kelsa, yangidan taraqqiy etamizlar deb Sovetlar kelishgan bu German faşist Hitler shundaq gaplarni qilib ketgandan biroz kelib bir 3 oy 4 oy o'tgan keyin osmondan shundaq nima kuchli samolyotlar, yerdan tanklar, nimalar soldatlarning hamsi, harbiylarning hamsi shundaq chiroyli kiyingan, qattiq kiyingan, qishqa yozga tomoqlari ularniki. Ular tayyor bo'lgan ekanda, shu so'qishga tayyorlangan odamlarda ular. Butun dunyoni olamiz degan ularma Hitler faşistlarmi. Xuddi shu Xitoy faşistlar o'xshash butun dunyoni olamiz, butun dunyo hukmronlik qilamiz. Uningga Alloh taolo ham qo'ymaydi ekan. U beshimizdan o'tdi. Qo'ymaydi uningga hech qachon Alloh taolo. Hukmronlikni Alloh taolo ham qildi butun dunyoda. Ular qilmaydi. Shuning bilan shu dadam rahmatlik shu so'qishga ashtig'il ketdi, ketgandan keyin shu partizanlar deydigan ularni otliq askarlar, tog'mi tog' sumsi o'tadiganlar ular. Shunda xizmatni qildi, shu otni ko'ndirish, nimasi dadam bir xosiyat bor deydi. Asov otlarni ko'ndirish. Shuni bilan shu otliq askarlarga ketilib ular ketdi, ketib shu Germaniyaga az qolgan vaqtda dadam oyog'idan kichkina o'q etib ketib, o'qtagan vaqtida shundan bir nemis ayol chiqib, ya'ni men yarangni saqaytay deb saqaytib, keyin kelayotgan otryad qo'shayotgan ekan. Uniki endi insoniy bir o'ziniki fazilatlik bir insoniy inson haq-huquqlar degandek shundaq bir inson ekanda, shundaq qilib qolgan. Keyin bu Reichstagga berib, nimada Berlingacha berib, ashada bayroq qadag'anlarning birida dadam rahmatliklar. Shu dadam bayroq qadag'anlarning biri bo'lgan keyin menda shundaq bir ichimda bir sezim borkin, shundaq bir o'y bor, shundaq bir ruhning ichida bir kuch bor. Men nimishga meni dadam rahmatlik shundaq bir uzoq bir katmanlardan, uzoq bir Moskvada служить qilib, uningdan chiqib, shu nimalarga yetib berib, bayroq qadag'ayadi bo'lgan dadam rahmatlik meniki umrimni o'tib ketdi. Meni dadam rahmatlikniki 2005da qaytish bo'ldi. Shu dadam rahmatlikni deydi bizning bir vatanimiz o'z oldimizda yaxshi bo'ladi deb ketsa deb armon qilgan deydi. Ammo qancha armonlar baribir yetib qolmaydi ekan. Xudoyim shukr bo'ldi. Armon qilsak vatanimizning bayrog'ini Sharqi Turkistonning ay yıldızlı kök bayrağımızı vatanimizga olib taqashqa sizga bir fursat keladi. Mana ko'rib turibsizlar, sizga o'xshash esil odamlarimiz bor. Vatanimizning mustaqilligini cho'qim qo'lga keltiramiz. Amin. Xo'sh, biz Sharqi Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltiramiz deyishga arziydigan bo'lsak, mening shu Sharqi Turkiston surgun dokumentini yaratmaydiganlardan bir savol so'ragim keldi. Bizning mushundaq odamlarimiz bor, sizlar ko'z qilmaysizlar. Endi Xitoylar bizga tarbiyalab o'tgan, partiya maktabda o'qitib, partiyaga kirgizgan odamlar sizlarga lider bo'lganda, uningdan keyin qo'shib oladinglarmi? Yoki bizga haqiqiy Sharqi Turkistonning jangchilari kerak? Yaxshi o'ylanib boqinglar. Vatanning mustaqillik uchun jangchi kerak. Mustaqillik aqidasi va inson kerak. Kallanglar ochiq bo'lsin, ko'zinglar yo'q bo'lsin. Mustaqillik irodasi bo'lmagan xalqning kelgusi hargiz xayrli bo'lmaydi. Bizning yo'limiz ya o'lim, ya ko'rim. Xuddi Salih Xudoyor 23 dekabr biz namoyish qilgan deginiga o'xshash,
ya mustaqillik, ya bilim. İnsan insandek yaşamak gerek, insandek ölmek gerek. Ahırda bizning Xo'ja Muhammad deb bir shoirimiz var. Merhum shoirning bir she'ri bilan bu programmamizni oxirlashtiraylik. O erning ispiti degan bir she'rida mundaq degan: Vatan erning ispiti. Vatan erlarning yatlashgan e'tiqodida, suslashgan imonida, tatlashgan pichig'ida, chanqab yotgan bir siqim tuproq, qonga, vijdonga. Xeyr. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Gulvarim xonimga ko'p rahmat. Hammanglarga xayr xo'sh. Allohga emanet. Xo'sh, Allohga emanet.